Ba'zan hajmi kichkina bo'lsa-da, mazmun mohiyati zalvorli, tosh bosadigan hikoyalarni o'qib qolaman. E'tiboringizga ana shunday 3 ta kichik, ammo mohiyati ulkan bo'lgan hikoyalarni taqdim etyapman. Birinchi hikoya. Kunlarning birida sichqon ferma xo'jayini qo'ygan qopqonni ko'rib qoldi. U bu haqida qo'yga, tovuqqa hamda sigirga aytib berdi. Ammo ular "Qopqon bizning muammoyimiz emas. Biz uning nimasidan qo'rqamiz? Uning bizga hech qanday aloqasi yo'q", deb javob qaytarishdi. Kunlardan bir kuni qopqonga ilon tushib qoldi va xo'jayinning xotinini chaqib oldi. Xotinning tanasidan ilonning zahrini chiqarib tashlash va unga quvvat bo'ladi degan umidda fermer tovuqni so'ydi-da, uning xotiniga tovuq sho'rva tayyorlab berdi. Kasalmand xotinini ko'rishga kelayotganlarning oldida uyalib qolmasligi uchun esa qo'yni so'ydi hamda uning go'shtidan turli taomlar tayyorlab, mehmonlarni kutib oldi. Ammo afsuski xotini vafot etdi. Ma'rakani o'tkazish uchun fermer sigirni ham so'yishga majbur bo'ldi. Bu o'tgan voqea mobaynida vaziyatni o'z uyasidan kuzatib turgan sichqon bo'lib o'tgan hodisalar haqida fikr yuritardi. Qissadan hissa bu hayotda hech kim hech narsadan himoyalanmagan. Shu sababli boshqalarning muammosiga befarq bo'lmaslik kerak. Boshqalarning muammosiga befarq bo'lmaslik kerak.